senga 10 tala. Yashashga haqqing yo'q senga. Menga mana xiyonat qilgan ko'ringlar. Jamiyatda yashashga haqqi yo'q. Eshityapsizlarmi? Haqqi yo'q jamiyatga. Hamma meni xo'rlagan yetimning borqi monglayini bitib ishlasa, shu o'sib ketardi borqi yetim bachalar. Yig'ladi kecha telefon o'ziga ham telefon qildi. Rossiyalardan ham e'landi qaytdi. Men kechiraman dedi moqiya. Hammasini kechirdim. Otasi bilan enasi aytgandan keyin kechirdim. Hamma narsani kechirdim. Xiyonat qilganigacha kechirdim borqi, tushunyapsizlarmi? Men o'zimni oqlash uchun bular hozir bandiqani olib keldim. O'zim olib keldim. Mana uyda aytmay yurmadim men, mana endi aytyapman. To'yib ketganimdan, hayotim to'yib ketgandan keyin. Mana muammo. Mana aytsin qo'rqam, men ishlab turibman. Ibrohim biz hozir keldik, yana boshqadan gapiring. Mana aytsin. Mana aytsin, otasiga gapirdi. Mana otasiga gapirsin. Bu internetga chiqardi. Men aytib qo'y, internetga chiqaraman. Men aytgan hamma narsa aytgan. O'zi reklama qilib talangab ket, mendan talangab ket. Minjirakka xalqning ichida talangab. Talang yo'q, men yashamayman. Men yashamayman. Mana otasi. Jamoatda shunday xotin bordir, yashashga haqqi bormi? Bu senga 10 tala. Yashashga haqqing yo'q senga. Nima yo'qale? Mana yo'qal bildi.